WhatsApp nigger bo'lur obunasizlar bilan men NoMC. Короче, bugungi videoda qishloq bo'lmaydi. Sababi bugun sizlarga eng maxfiy bo'lgan sidlarni aytib o'tib ketaman. Qana bo'lmasam biz videoligimizni boshladik. Короче, birinchi sidimizga kelsak, sidga what the heck 3'ta 9 qilib yozamiz va mana shunday bossak biz shunday qishloqda paydo bo'lamiz. Hozir mana bolalar, mana qishloq. Bu qishloqni yana bitta bolalar. Bu qishloqda yana bitta yashirin siri bor. Uni 2000 ta obunasidan keyin ko'rsataman. Вообще maxfiy sir. 2000 ta obunachi demayman sizlarga. Bo'pti. 10 ta like qilsanglar ko'rsataman. Qani bo'lmasam ikkinchi sidga. Ikkinchi sidimizga kelsak. 3'ta h. Hozir вот qishloq. Bitta qishloq, ikkita qishloq, ikkita qishloq yonma-yon spam bo'lgan. Qalay. 3-sidimizga o'tsak. 3-sidimizga kelsak. Bu eng zo'r sid. Mi. Bu yerda mana bunday qishloq paydo bo'ladi. Qishloqda esa bitta yashirin funksiya sirri bor. Buni sizlarga hozir o'zim ko'rsataman. Stop birinchi. Nima qilib damlamoqchi bo'lay birinchi. Ketdik bo'lmasam. Yomma-yor. What the heck? Mana shu yerda shunday bo'lsak, sizlarni to'g'ridan-to'g'ri end portalining yoniga olib tushadi. Bilganmidinglar, bilmaganmidinglar, bunisini bilmayman. Mana o'sha xonalar, mana kutubxona hammamiz bilgan. Bu mana oddiy Minecraft, mana. Yana bitta. Xo'sh, oxirgi sidimizga kelsak, bu 3'ta 1. Bunday orqalarga qarasanglar, piramida. Qalay piramida. Bularni bitta narsasi, buni hamma bilsa kerak buni. Dinamit bor bu yerda. Buni portlatish kerakda, hamda bu yerdan surib qolish kerak. Bo'lmasam osmonlarga uchib ketasizlar. Xo'sh, barchalarga xayr deb qolaman. Sizlar bilan NoMC bo'ldi. Sizlarga 4 ta zo'r sidlarni ko'rsatdim. Keyingi qismi 10 ta likedan so'ng chiqadi. Keyingi videoda qishloq ham qatnashadi. Prostaka bu videoda qatnasha olmaganining sababini men Telegram kanalimda yozib qo'yaman. Videomiz tugadi.